Bolalik. Bu so'zni eshitsam, yuragimda iliq bir his uyg'onadi. Go'yo yana o'sha kichkina hovlimizga, chang-to'zonli ko'chamizga qaytgandek bo'laman. Bolalik bu beg'uborlik, bu orzularning eng pok davri. Esingizdami? Kichkina paytimizda har bir narsa mo'jizadek tuyulardi. Osmondagi bulutlardan hayvonlar qidirardik, oyga qarab, u meni kuzatyapti deb o'ylardik. O'sha paytda telefon, internet yo'q edi, ammo ishoning quvonch ko'p edi. Yomg'ir yog'sa, yugurib ko'chaga chiqardik. Loyga botgan oyoqlarimizni hech kim yuvishni xohlamasdi. Chunki biz uchun bu bir o'yin edi-da. Kechqurun esa onamizning "Uyga kir, sovuq bo'ladi" degan ovozini eshitib, yugurib uyga kirardik.